Dunyoda baxtli insonlar bor. Bu baxtli insonlarning qandaydir sirlari bormi? Menimcha bor. Bu baxtli insonlar birinchidan orzu maqsadlar qiladilar. Bu orzu maqsadlarga ishonadilar, bu orzu maqsadlar bilan yashaydilar va albatta bu orzu maqsadlarga erishadilar. Ikkinchidan, bu insonlarning o'z sevgan kasbi, ishi bo'ladi. Bu ishga quvonib boradilar, sevib shug'ullanadilar. Uchinchisi, bu insonlarning o'zlarining bo'shliqlari bo'ladi. Bu oila bo'lishi mumkin, uy bo'lishi mumkin. Ishlari tugashi bilan oila bag'riga, uy bag'riga shoshib quvonib qaytadilar. To'rtinchisi, bu insonlar o'zlari bilan eski gina yudurlarni sudrab ko'tarib yurmaydilar. Bulardan vaqtida qutuladilar. Kerak bo'lsa kechirim so'raydilar. Beshinchisi va oxirgisi, bu ular uchun eng yaxshi kun bugun, dunyodagi eng yaxshi joy bugun ularning turgan joyi. Mana shu 5 ta sir eng baxtli odamlarning sirlari hisoblanadi.